Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari. Bugun ko'rsatadigan xonadonimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Sug'diyona mahallasida bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, mana shu ko'rib turgan xonadoninglar umumiy yer maydoni 208 sotim yer maydoniga ega, umumiy 270 metr kvadratni tashkil qilyapti. Xonadonimiz umumiy 5 xonani tashkil qilyapti. Sellik katta yer to'la qilingan. Asosiy gilamni shu eshigimiz orqali kiramiz. Qaranglar, navesimiz ostiga bemalol bitta mashina qo'yib qo'yishga alohida joylarga ega letniy kuxnya burchagimizga joylashtirilgan. Ko'rib turgan har bitta narsalar shu joyda qoladi deyaptilar xonadon egalari. Burchakda o'zini saunzeli mavjud, ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib ziloniy zona ham qilib qo'ygan ekanlar. Qaranglar, kichkina bo'lsa ham nasharniy dizaynda. Endi ichkari kirib to'liq ma'lumotlar bilan tanishib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb shu eshigimiz orqali kiramiz. Bu xonadonni ko'rsatishdan oldin har bitta shu ko'rib turgan obunachimizga xuddi shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deganlar bitta laykchani qizartirib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mehnatimizga yarasha sizlar layk bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib tursanglar, bundan ham yaxshi uylarni ko'rsatishda davom etaveramiz sizlarga. Asosiy kiruvchi eshigimiz ko'rib turibsizlar, chiroyli. Qaranglar, televizorli zona, divanli zona qilib qo'ygan ekanlar. Bemalol bu yerda mehmonlarni kutib olsanglar ham bo'laveradi bu joyimizda. Kichkina bo'lsa ham qaranglar, kichkina garderobli shkafimizni ham qo'yib ketganlar. Xonadonimizga eng sifatli mebel texnikalardan foydalanganman deyaptilar. Ayollarimizga eng kerakli xonalardan bittasi oshxonamiz bo'lyapti. Qaranglar, mebel texnikalari joyiga qo'yilgan. Kelib faqat yashasanglar bo'ladi. Ovqatlanib o'tirish uchun alohida o'zini joylariga ega, tashqari qaragan o'zini panoramli oynalari bilan. Keyingi xonamiz mehmonlar kutadigan katta zalimiz bo'lyapti. Zalimiz ham boshqacha, pardalarni qo'yib qo'yganlar. Qaranglar, qanaqa chiqqan, 1 dan 10 gacha baho berib ketaverasizlar. Agar sizga qaysi rayondan uy kerak bo'lyapti, yer kerak bo'lyapti, kommentariyada yozib ketsanglar, o'shanga qarab biza uylarni qo'yishda davom etaveramiz. Keyingi xonamiz ota-onamiz uchun mo'ljallangan. Spalnimizni bu joyimizda detskiy xona qilib o'rgan ekanlar. Okam tashqari qaragan oynalari bor, qaranglar. Mebel texnikalari bu yerda hammasi joyda qoladi deyaptilar. Hamga chiroyli qilib shkaflar ham qildirib qo'ygan ekanlar. Birinchi etaj uchun mo'ljallangan общий saunzelimiz bo'lyapti. Bitta ko'ringlar, dushavasiga ega o'zi. Endi ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Ikkinchi etajga ko'tarilishimiz bilan qaranglar, jigarang bilan oqqa zinamizni kalibratsiya qilingan ekan. Chiroyli chiqqan, to'g'risini aytsam, menga yoqyapti. Ikkinchi etajimizda ham xuddi shunaqa divanli, kichkina bo'lsa ham holli divanli zona qilib qo'ygan ekanlar. Qaranglar, boshqacha chiqqana. Mana bu joyimizga tashqarida kichkina bo'lsa ham o'zini balkoniga ega ekan. Xonadonimizda shunday ko'rinishi, tashqaridan atmosferasi boshqacha. Chap qo'limizda birinchi ota-onamiz uchun mo'ljallangan spalnimiz bo'lyapti. Pardalarni chiroyli qilib qo'yib qo'yganlar. Qaranglar, mebel texnikalari, spalnilari joyiga qo'yilgan. Keyingi xonamiz ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan katta zalimiz bo'lyapti. Zalimiz aboylari boshqacha aboylardan foydalanganlar. Qaranglar, menga to'g'risini aytsam yoqyapti. Lyustralarni qaranglar, boshqacha. Like bosib ketaverasizlar. Va oxirgi xonamiz ikkinchi spalnimiz bo'lyapti. O'zini bu spalnimizni saunzeliga ega. Bu ko'rib turgan mebel texnikalar hammasi, ko'rib turgan hammasi joyida qoladi deyaptilar. O'zini saunzeli bilan. Ikkinchi etajimiz uchun mo'ljallangan общий saunzelimiz ham ko'rsanglar bo'ladi. Yerto'lamizga tushdik. Qaranglar, yerto'lamiz ham ancha katta. To'g'riga ham, bu yoqqa ham oyna qo'yilgan. Bemalol skvoznoy bo'lib havo aylanib turadi. Bu xonamizni xohlasanglar bitta xona sifatida foydalaninglar yoki o'zingizlar uchun namozxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi.
Yerto'lamizda alohida yana bitta xonasi bor, o'zini yuragi atopitniy sistema shu yerga joylashtirilgan, banka-bankalar qo'yib qo'yganman deyaptilar. Yerto'lamiz tupli por orqali isiydi. Bu xonadonimizning narxini 245 ming dollardan narxladilar. Egalar nomerini pastga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.